Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, kuzatuvchilar. Yana bitta milliy sertifikatga, fizika fanidan milliy sertifikatga tushgan testni tushuntirib o'taman. Bu yerda bitta jismga ta'sir qiladigan 4 ta kuchning yo'nalishi ko'rsatilgan. Jismga ta'sir qiladigan natijalovchi kuch qiymati nechiga teng? Javoblarda 0, ikkita effektiv, F3 har xil berilgan. Endi bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak 4 ta kuch ta'sir qilyapti. Umuman vektorlar qo'shish qoidasida bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni hozir e'tibor bersak, mana F3 kuchni oxiriga F4 kuchni boshi, undan keyin F4 ni oxiriga F1 kuchni boshi qo'yilgan. O'zi umuman ikkita jismga ikkita kuch ta'sir qilganda, bu kuchlarni yig'indisini topish uchun birinchi kuchni oxiriga ikkinchi kuchni boshi ko'chiriladida, birinchi kuchni boshi bilan ikkinchi kuchni oxiri tutashtiriladi. Mana shu natijalovchi kuchni yo'nalishini ko'rsatadi. Demak, hozir biz F3, F4, F1 ni qo'shsak, birinchi mana F kuchni oxiriga F4 qo'yildi, F4 ni oxiriga F1 qo'yildi. Shunda F3, F4 va F1 ni yig'indisi F2 yo'nalishi bilan mos va qiymati ham shu yo'nalishda shu qiymatga, ya'ni F2 ga teng bo'lgan natijalovchi kuchni beradi. Demak, yana bitta F2 kuchni beradi-da. F3, F4 va F1 kuchning yig'indisi F2 ga teng bo'lib qoladi. Bu F2 alohida o'zi ham ta'sir qilgani uchun natijalovchi kuch ikkita F2 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Agar video qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiyinroq va qiziqarliroq masalalarni ishlab tushuntirib o'taman. Rahmat.